Misrning kuch tizimlari tasodifan 12 kishini otib qo'yishdi. Vafot etganlar orasida meksikalik sayyohlar ham bor edi. Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, mazkur sayyohlar cho'lda ketayotgan bo'lgan. Harbiylar chet ellik turistlarni Islom davlati guruhining jangarilarida deb ularni o'qqa tutishgan. Voqeadan 12 nafar kishi vafot etib, 10 ga yaqini jarohatlangan. Harbiylar mazkur voqeani sayyohlarni olib ketayotgan 4 ta avtomashina taqiqlangan hududga kirganda jangarilarga gumon qilib o'q otganmiz deb bildirishmoqda. Voqea sodir bo'lishidan bir kun avval Islom davlati guruhining jangarilari cho'l hududida yurgan degan ma'lumot tushganligini qo'shimcha qilishdi. AQShning Kaliforniya shtatida favqulodda holat e'lon qilindi. O'rmondan chiqqan yong'in aholi yashaydigan joylarga yaqinlab, mahalliy aholiga xavf yaratgan. Shtat gubernatori Jerry Brownning so'zlariga ko'ra, yong'indan Napa va Lake hududidagi binolar butunlay kuyib ketgan. Hodisa tufayli Middleton shahrining aholisi turar joylarini tashlab, xavfsiz joyga ko'chishga majbur bo'lishdi. Hozirgi vaqtda yong'indan og'ir jarohat olgan 4 nafar o't o'chiruvchi kasalxonaga yotqizilgan. Rossiyaning huquqni himoya qilish organlariga Moskva shahridagi temir yo'l bekatlarining biriga portlovchi modda qo'yilgan degan anonim xabar tushgan. Politsiyaning aytishicha, hozirda bu ma'lumot bo'yicha kuch organlari tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Shahardagi 9 temir yo'l bekati politsiya tomonidan qurshab olinib, qidiruv ishlari davom etmoqda. Biroq temir yo'l bekatlari avvalgi tartibda ishlab, yo'lovchilar uchun noqulayliklar bo'lmadi.